Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, aziz yurtdoshlar. Xudo xolasa, navbatdagi obyektimizni tanishtirib o'tamiz. Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanigamiz. Navbatdagi obyektimiz uyning ichiga bo'lgan. Kichkinagina xona bo'ldi. Ko'rib turibsizlar, o'zi torgina bo'ldi, lekin hamma narsani joy-joyiga qo'yib sig'dirishga harakat qildik. Bu tomlarni kiyib olganimiz sababi Qashqadaryodaligimizni bilinglar degan maqsadda Qashqadaryochasiga bo'ladi bu videomiz. Qashqadaryoliklar like bosib qo'llab turinglar. Xudo xolasa chiroyli qilib obzorni qilib beraman. Kimda qanday savollar bo'lsa kommentariyaga bemalol yo'llab qolishingiz mumkin. Xonaning razmerlari, bo'yini Xudo xolasa tanishtirib o'taman. Yakkabog' tumanigamiz. Qaytarib o'taman. Xo'p. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, like bosmaganlar like bosib, bizni podpishka qilib, qo'llab-quvvatlab podpishkada bo'lib turinglar, iltimos qilamiz. Sizlarni likelardan biz shijoatimiz oshib, mana shunday hammomlarda yana ham bir boshqacha proyektlarni to'xtamay sizlarga kerak bo'lsa ish jarayonlarini ham videoga olib ko'rsatib borishga harakat qilamiz. Bunga necha yarashgan bo'lsa bitta like bosib qo'yinglar, bunga kommentariy yozib qo'yasizlar. Xo'p, xonamiz dekorativniy panel mahsulotlaridan foydalanilgan, ko'rib turibsizlar. Xonamiz kakpolojniy bazalt utublitri bilan polniy utublitr qilingan, issiqlikni ushlab qolishligi uchun. Bu yerlar tog'li zonalar ekan, sovuq kuchli bo'ladi dedi. Ko'ramiz, qani issiq qilib hamma yo'g'ini, patologini, polini, devorlarini hamma yo'g'ini shunga qilib berdik, chiroyli holatda. Ancha-muncha tovushlarni ham qaytaradi. Tovushlar ham o'ziga yutadi, tovushlarni ham. Dekorativniy panel bo'ylari 220, standartida 220 bo'ladi. Hammomlarga 220 qilingan. Hop, bunaqasiga 3 metr bo'lgan. Bunaqasiga esa 1.30 bo'lgan razmeri. Mana shu xonaga mana nimalar sig'dirganimizni hozir video davomida ko'rib borasizlar. Videoni o'tkazib yubormasdan ko'ringlar. Videoni har bitta daqiqasida sizlarga kerakli bo'lgan ma'lumotlar aytib o'tilishi, berib o'tilishi mumkin. Hop, mana shunday eshikdan kirganimizda o'ng tomonimizda mana shunday rakovina и pastida mana shunday kir mashina, avtomat kir mashinamiz. Kir mashina mana ovoziga netsi. Kecha. Yangi kir mashina. Bunga tashlab turaylik. Bitta ton degich turib obzor qilmasam. Ana. O ton deyilib qo'ysanglar ham ko'taraveradi bu eshikka. Og'ir narsalarni ham. Yoniga yana 3 ta ton sig'adi. Hop, bu tomonimizda mana shunday kir mashina, avtomat kir mashinamiz o'rnatilgan. Invertor motor, past kuchlanishga ham ishlaydi. DD motor. Sifatli, menimcha yaxshi yuvadi. Hali ishlatib yurmadik. Mana shunday holatda bo'lib turibdi. O'chirib qo'yamiz. Oynalarimiz ko'rib turibsizlar, mana sensorli oynalardan. Sensorlik 3 xil LED lampasi bor mana. 1 2 3. Sensorlik soatlarini ko'rsatib turadi. Oynamiz mana shu dushovoy zonada, dushovoy xonada bo'lganligi uchun mana abagrefi bor oynamizdan olganmiz. Abagreifini yoqib qo'yasizlar, oyna o'zini o'zi quritadi, parlanib ketsa. Par ushlamaydi degani bu. Xo'p, simistitlarimiz mana ko'rib turibsizlar. Rakovinamiz ko'rib turibsizlar. Rakovinamiz ham mana shunday chiroyli holatda kir mashinamiz ustiga tushdi. Endi savol bo'lishi mumkin-da, endi videoni ko'rib turib hamma har xil fikrda bo'ladi. Kir mashinani ustiga qo'yilmagan, kir mashinaga tegmay turibdi rakovina. Sababi ertaga kir mashina ishlashi bor, ishlaganda vibratsiya berib ishlashi bor, rakovina qimillatib yuborishi bor. Kir mashina buzilib qolsa buni chiqarish bor. Shuning uchun kir mashinani ustiga tushadigan rakovina, lekin kir mashinani ustida turmaydi, devorga o'rnatiladi, osiladi devorga. Shunday holatda mana osib qo'yganmiz. Chiroyli holatda turibdi mening fikrimcha. Mana bu tomonimizga mana shunday bittali rezetka o'rnatib qo'yganmiz. Bu rezetkamiz vaqtinchalik mana oynani vilkasi suqilib turibdi. Boshqa payt fen suqib soch quritsa ham bo'ladi. Stakanchik tepasida yuz sochiq ilish uchun mana shunday kalso. Xonamiz torligini evaziga, xonamiz torligi uchun
mana shunday bir narsalar bir-biriga juda ham yaqin joylashgan. Hamma narsa bir-biriga juda ham yaqin. Shuning uchun aybga buyurmaysizlar. Lekin mana shunday hamma yo'lni joy-joyiga qilib joylashga harakat qildik. Xo'p, polimiz yomon bo'lib ketishdan oldin ko'rsatib qo'yaylik. Endi oyog'imiz jicha chaynigi uchun yomon bo'lib ketyapti. 60 ga 60 matvi kafeldan foydalangan pollarimiz. Mana shunday 60 ga 60. Ukloni shunday 60 sm tarafga borib taqaladi. Bu tomonimiz tahorat oladigan zona bo'lgan. Tahorat oladigan zona. Endi suvimizni naporini ko'rib qo'yasizlar. Endi ko'p yoqimman. Motor sug'urib qo'ydim, tovush chiqarmasligi uchun. Qaranglar, mana shu joyimiz ukloni juda ham kuchli olingan, balandroq uklon olingan. Tahoratxonaning ichi unaqa chuqur emas, oyoqni yuvishga ham qulay qilingan. Ukloni baland olinishining sababi suv avratni orqaga sachramaydi. Mana ko'rishinglar ham mumkin. Avratning suv orqaga sachramaydi. Shuni hisobidan uklonini ko'proq oldik. Sovun qo'yadiganimiz mana bu yerimizda oyoq sochiq uchun kalso. Bu tomonimizda tepasida filtr. Ko'rib turibsizlar, filtr ham tahorat oladigan joyda tepasida. Filtrni mabodo alishtirmoqchi bo'lsa, mana bu kranni yopadi. Hamma yo'q o'chadi, suv to'xtaydi. Bemalol yechadi. Bundan oqqan suv mana tahorat oladigan joyda ichiga tushib, kanalizatsiyaga oqib ketadi. Hamma yo'q chelab qo'yib, tagiga boshqa qilib, satil qo'yib yurmaydi. Mana shunday holatda bo'lgan. Teopli polimizni ham mana shu burchakka sig'dirdik. Epladik buni ham. Oson bo'lmadi, epladik. Mana shu burchakka sig'dirdik mana. Teopli polimiz mana shu xonamizni ikkiga bo'lganmiz, mana ikkiga. Sababi bu yerda tok juda ham past ekan, juda past ekan tok. Lekin effekti yaxshi bo'lyapti. Mana isitib beryapti. Ikkiga bo'lishimiz sababi ham shu. Quvvat past, tok past. Shuning uchun kichkina joy bo'lsa ham ikkiga bo'lib qo'ydikda, kamroq shlanka, kamroq teopli pol turba tashladik, isishi tezlashadi. Mana shunday holatda ko'rinib bo'lib turibdi. Teopli polimizni ichiga antimaroz quydik. -35 gradusga ham chidab beradi, xudo xolasa muzlamaydi. Xo'p, 80 talik aristonimiz to'liq holatda turibdi. 80 litrlik ariston. Xo'p, mana shunday holatda kontrol kranlarimiz joylashgan. Kontrol kranlarimiz, bilasizlar, shlankalarda yo aristonda bir avariya holat bo'lsa, hamma joyda o'chirib yurish shart emasda. Mana shu narsa shunday buraladi, o'chadi. O'chgandan keyin bemalol bir remont qiladigan bo'lsa, remontini qilsa bo'ladi. Avtomat motorimiz ham mana shu burchakka joyladi. Endi mana shu burchakda bag'ri keng bo'ldi. Katta joy ekan, kichkina ko'ringani bilan hamma yo'q sig'di. Avtomat motorimiz mana ko'rib turibsizlar, suxoy motor bo'lgan. Bochkadan suv tortib beradi. Suv bochkada yo'q paytda 5-6 daqiqa ishlaydi-da, o'chadi. Avtomatik o'zini o'zi himoya qiladi. Nimaga bu xunugini chiqarib bakalashga kidirib qo'yding desanglar, Qashqadaryodan, Yakkabog'dan mana shu tenti tagiga tushadigan haligi rezina krishkasini topa olmadik. Savdogarlar, bir Qashqadaryolik, Yakkabog'lik savdogarlar ko'rayotgan bo'lsa, olib kelib qo'yinglar, qiynalmaymiz. Ular krishkasini topa olmadik-da, suv tegmasligi uchun mana shunday bakalashgani fenda chiroyli qilib eritib, krishka yasab turib, mashinaga qo'yib qo'ydik. Xavfsizlik uchun albatta. Endi sizlarga ko'rsatib o'tadigan narsalarim bu tomonda menimcha qolmadi shekilli. Menimcha qolmadi. Shunday. Bu yoqimizda mana shunday sushilka, tagida vishilka. Joyimiz torligi uchun bitta o'q bilan ikkita quyon deydimi? Xuddi shunday qildik. Ham sochig'ilari, ham kiyim, to'nlarni ilib qo'ysa bo'laveradi. Mana shu holatda bo'lib turibdi. Eshigimiz 70 ga 1.80 razmerdagi eshik bo'lgan. 70 ga 1.80 mana shunday holatda turibdi. Xo'p, devorlarimiz aytib o'tganimdek dekorativniy panel. Mana bu yerimizga tepaga vitichka qo'yganmiz. Ancha-muncha parda havoni tortib ketishligi uchun. Vitichkamiz mana kulchator orqali, kulchatorimiz esa tashqarida, kulchator orqali yoqib o'chirsa bo'ladi. Xolaganda yoqasiz, xolaganda o'chirasiz. Svetga ulangan emas. Xolaganda yoqiladi, xolaganda o'chiriladi. Dushovoyimiz, dushovoy stoykamiz. Kimlardir dushovoy, kimlardir dushovoy stoyka deydi. Mana shunday holatda, mana nerjavikali, chiroyli holatda, umri uzoq latun materiali. Mana shundan qo'yib berganmiz.
60 santimetrli trapimiz. Suv ketishi oson bo'lishligi uchun mana 60 santimetrli trap o'rnatilgan. Mana bu yerimizga mana sovun qo'ygich qo'yib qo'yganmiz. Bir yuziga shampun surtib olsa qidirib yurmaydi-da, osongina topadi mana. Sovun qo'ygich. Bu tomonimizga, burchagimizga mana shunday sovun, shampun qo'yish uchun mana shunday polkamizni qo'yib qo'yganmiz. Ajoyib holatda turibdi meni fikrimcha. Xo'p, pataloylarimiz dekor plastdan bo'lgan ikkita germetichli lampalarimizdan o'rnatib qo'yganmiz. Hurmatli obunachilar, menimcha hamma yo'q tanishtirib o'tdim. Butun O'zbekiston bo'ylab, respublika bo'ylab qo'shni davlatlarga ham xizmat ko'rsataveramiz qo'ldan kelgancha. Kimda qanday savollar bo'lsa, kommentariyaga bemalol yozib qoldirishinglar mumkin. Respublika bo'ylab, butun respublika O'zbekiston bo'ylab usta xizmatimiz bor. Qo'shni davlatlarga ham kelishilgan holda xizmat ko'rsataveramiz. Telefon nomerlarimizni qo'yib qo'yamiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar, xudo xolasa. Menimcha hamma joyni tanishtirib o'tdim. Videomizda xato kamchiliklar uchun uzr so'rab qolamiz. Bu hammomimiz uyning ichiga bo'lgan. Uyning ichkarisiga, endi tashqari qorong'iligi uchun tashqarini ko'rsata olmayman. Tashqari qorong'i. Elektriklik tomonidan o'zi avtomatlab qo'yib ketganmiz. Xudo xolasa xavfsizlik tomonidan hammasi qilingan. Euro montaj bo'lgan elektrikalarimiz ham pryamoy borib ulanadi, pryamoy avtomatdan olinadi. Xavfsizlik tomonini o'ylaganmiz. Xudo xolasa chiroyli holatda bo'ldi deb o'ylayman. Layklarni doimgidek bosib, videoni mana shunday xomnon qildiraman yoki uy ichiga dushovoy qildirmoqchiman degan aka, uka, opa, singillarga maksimal darajada jo'natib qo'yasizlar. E'tiboringlar uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Sizlar bilan men Muhammad Yusuf Mamatqulov bo'ldi. Bizni qo'llab-quvvatlashda davom etib turasizlar.